10 kishiga ish bor. Har kuni nalitchi beriladi puli, yotoq joy yeb-ichishdan registratsiyasigacha hamma narsasi besplatni, har kunligi har kun beriladi. Nima ishligini o'z ichkariga kirib ko'rasiz. Assalomu alaykum apa. Assalomu alaykum. Apajon, siz borsa bo'lib ishlaysiz? Mana shu xo'jalik choyxonasida borsa bo'lib ishlayman. Mana xazaylarimiz yaxshi insonlar. Hozir oyliklarimiz 15-ga har 15ga avans beriladi. Har birinchi, ikkinchiga qolmasdan oylik olamiz. Qancha oylik olasiz? Oyligimiz 90 ming oylik olamiz. Yotoq joy bepulmi? Yotoq joyimiz, yemishlarimiz hammasi besplatni, registratsiyamiz hammasi hamma shu xazaynim tomonidan qilib beriladi. Yotoq joyiga qilib beradi registratsiya. O'shaga qilib beriladi. Hamma sharoit bor. Endi mana ishimiz, mana ko'rib turibsiz, hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi. Siz qayerdan? Biz O'zbekistonda. Qayerdan? O'zbekiston Namangan Qayerdan? viloyatida Chortoq shahrida. Namanganlik apalarimiz kelsa, bo'lsa kelsin. Namanganlik kelinglar, hech qanaqa aldash yo'q. Yaxshi insonlarni qo'lidamiz. Haqiqatda ham bu yolg'on gap yo'q. Ba'zi joylarda unaqa yolg'on gapirma shunaqa yo'q. Oylik vaqtida hammasi yaxshi. Unaqa yomon insonlar qo'liga kelmaslar, yaxshi. Oyligini olasizlar, ishlaysiz. Mana hammasi yaxshi. Bet Saxirova, Pat Moskva, ya'niki patent beradigan Saxirovani oldida 5 ta choyxonalar